bog'lardagi qalqondor, ya'ni shitovka, qon biti yoki bo'lmasam boshqa turdagi so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalarga qarshi qo'llaniladigan kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilgan Mobiprom preparatini, moliy preparatini daraxtlar tinim davridaligida sepishni boshladik. Ko'pchilik shaxsan bizga shunaqangi savollar bilan murojaat qilishadi. Meva berib turgan daraxtim o'z-o'zidan qurib qoldi. Nima sababdan bo'lyapti? Qurishni bir qancha turlari bor, kasallik yoki bo'lmasam zamburug' bakteriyalar ta'sirida. Lekin sizlar ko'rib turgan mana bu shaftoli mevali daraxtlari nimaga qurib qolyapti? Kelib o'rganganimizda shitovka, ya'ni qalqondor bilan kuchli zararlangan. Mana shu shitovka bo'ladi. Bu mana shaftolining novdalarini qurish holatiga olib kelgan mana. Qurigan. Endi buni aniqlash uchun oson usuli yaqinroq olib keling. Bir o'tkir jism bilan yoki bo'lmasam pichoq bilan yoki bo'lmasam tirnoq bilan qilsalaringiz ham bo'ladi. Mana tanasini shunday tozalasalaringiz ustidagi unsimon mayda mavjudotlar yo'qoladi va bular hozir tirik. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.